Chaqirmoqda hozir yana to'la qizadi. Kallani tashlab provoka qildik. Archada manirovka, yengil manirovka qilinayotganda archada yana bor-ku zeling. O'shani ustiga solinadi. Mazalar o'sha mazalar. Nimalarni ta'mi bor? Qanday zo'rmi? Ashshili qanday ashshili? Yoqimli ishtaha do'st. Bugun 9-ga dam olish bo'lsa, u qayerda? Endi uyga shuna qadar chiqqanda endi ishga ketdim-da. Baribir anaga ketganda endi qo'pol bo'lsa ham, voy eshitib qo'ymasin mayli. Aytib qo'ying, menga qarab, kelib biz qo'ygan videoni eshitmang. Joyini aytib qo'ydik lekin. Balki ikkinchisining yoniga ketgan dedim. Do'stlar, bugun biz plan qilib turib, og'aynilarimiz bilan yig'ilishib baliqni pishiradigan bo'ldik. Baliqni boyagi masalan ribaklar o'zi asli anoda paraxodning ichida yig'ilishadi-ku, anoda o'shanda ribaklar qanday pishiradi, shu masalada biz o'shani videosini suhbat qilamiz. Hozir biz Zokir akani kutyapmiz. Bu ham bir akamiz, o'zlari katta oshpaz. O'shani kutyapmiz. O'shalar bilan birga hozir baliqni olib turib, uyga qarab yo'l olamiz. Hozir biz mana Qo'yliq bozordamiz. Qo'yliq bozorga keldik. Husanboy ham o'zi ham mana yerda katta o'zi shashlikchi og'aynimiz ham yig'ildi. Qisqasi 4 ta bloger yig'ildik-da yana. Hali общий bu rasmlari qo'yiladi. Glavnisida buyog'ini davom etib qaraysiz, baliq faqat yog'ga tashab bijir-bijir deb olinadigan emas. Bu yerda baliqqa dars beriladi. Qayerda boyagida dars emasda, qandayda ijod beriladi, mehr beriladi. U keyin boshqa tamda bo'ladi. Albatta Husanboy ham bugun o'sha narsani o'zlari qarab o'tadi. Ijod qanday ketayotganini. Ukam ham bir 8 xil 9 xil baliq pishirishni bilar ekan. Men bunaqasini hali ko'rmaganman. Ko'ramiz. Keyin bahosini oxirida beraman dedi. Ko'chama turib menga aniqlikda mana katta oshpazimiz ham o'zi katta shashlikchi Husanboy bilan birgalikda hozir Zokir akani kutyapmiz, akamizni. U yoq ham kelsa mana Qo'yliq bozordamiz. Kelgandan keyin baliqni olamizda chiqib ketaveramiz. Do'stlar, avvalambor uzunligim bor, esdan chiqib ketdi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bu yog'ini biz bilan birga davom etaveramiz. U aytganga kutilmaganda yomg'ir ham boshlayardi. Bu yog'ini biz bilan birga davom etaverasizlar. Zokir akam ham keldilar, eng katta oshpazlardan mana ko'rishdik. Endi birgalikda borib baliqni olamiz. Bu yog'ini davom etaverasizlar do'stlar. Zokir aka mana kichkina baliq olaman deb turib oldi. Nimaga bu shirin pishadimi aka, bu kattasiga qaraganda? Boshqacha bu. Bu boshqacha, kichkina baliq, qichir-qichir. Bu yoqqa o'zimni silimda qichir-qichirda ko'rsataman deyapti. Kichkina baliqda hay ko'ramiz uni. Do'stlar, biz limon ham oldik. Hozir mana limonni olib turib, ikkita limon, buni oshpazimiz Husanboy bolta bilan bang'illatyapti dedi. Bizga nima problema? Mana endi hozir qozonni qildik, ichini hozir bitta yuvib beramiz. Zokir akam kakligida. Endi tapchanchada. Tapchanni yuqori ham mana ani qilinish kerak edi bu yerga. Nima deydi? Patologmi, kafilmi? Nima kafil deb nima edi o'zlaring bilasizlar? Mana hop. Oha! Boshlayverdik. Hozir biz bu yoqda baliqni asta ximishti qilamiz. Tak, buni baliqni anada Qo'yliqda maydalab ber desak, maydalamabdi-da. Endi hozir buni biz bunday ijodda qilib manerlarni maydalayapmiz. Buni endi biz maydalangan deb o'yladik. Qassob pichoq uyda qolib ketdi. Ichkarida endi yana yuqoriga chiqmaylik deb shu joyda ijodni qilyapmiz. O'sha tomon yavash kelamiz baliqni. Qo'shni qishloqning qizi shu yerda mana. Mana mehmon bu. Qo'shni qishloqning qizi. Qo'shni qishloqning qizi. Mana boltani ko'ryapsizlar-a do'stlar. Metal kesadigan bolta bor-ku. Bir narsa minta. Birinchisini mana uni qildik, hozir buni yana kesamiz, buni olib turaylik. Yuvmagan baliqni yuvamiz-da. Bunday qilinadi-da bu yerda. Bunday. Bu nimaga bunday kesilmayapti? Endi bilmadim. Kesib berish kerak edi aslida. Qarra chaqib. Shota opa ham shoshildimi deyman-da. Klient ko'p edi. Husanboy, siz nima deysiz bu ishlarga? Husanboy, bittashini bir oling. Katta oshpaz o'tinni maydalayapti, bang'illatib. Endi yomg'ir ham lekin bing'illab quyapti. Ko'rsatmayman.
Maydalabmiz. Maydalangan. Tak, mana bunday maydalab bo'ldik baliqlarni. Endi hamma aytishi mumkin, nimaga bunaqa tushunadi? Mana toza. Kesib olmadingizmi? Narisi nima? Lekin men kattasiga qarayapman hozir. Yo'q, kesib oling-da. Yo'q, kattasiga qarab oling hozir. Zokir akam qilib oldi mana anisini. Toshbozlar kichkina baliqni kesib tashlang deyapti. Bu nimaga bunaqa boltadan kesilgani? Pichoqda emas. Bu boyagi ribaklar bor-ku, ribaklarni ashsheniyasida-da, bu pishishi ribaklar ashsheniyasi. Ribaklar bitta o'tirib, kulturni ana qilmagani, bu lekin boltani reklama qila bermang deganday. Hozir davom etamiz. Ham manirovka qilamiz. Tak, mana yuvishga tayyorgarlikni qildik. Tak, boshlarini ham tashladim, chunki bizda baliqni boshlarini ham yeydiganlar bor. O'shanga hozirga endi bu o'zimni letni dacham. Hali anular bo'lgani uchun anularni ham daraxtlar singan daraxtlarni tashladik. Hali maydaganimiz yo'q. Endi bu yerda kaksirda har doimgidek ijod qilamiz. Qozon, işte barqlar chiqadi, mangal. Hali bir obstanovka qilinmaganda, svetlar yonib qopti. Biz endi mana plan qilganimizda yuqorini ana qilmoqchi edik. Boya aytdim-ku, nima edi nomi? Nima edi? Televizorimiz turadi. Aksigida archada manirovka, yengil manirovka qilinayotganda archada yana bor-ku zelin. O'shaning ustiga solinadi. Keyin murch tuzga aralashgan murch. Endi tuz bilan murchni aralashtirdik, o'shani solinadi. Mana yengilgina shu joyini ko'rsatayim, manirovkasini. Mana bu yengilgina tam beradi. Tuz. Endi diqqatga bo'layapti-da. Hamma narsa ko'chada. Yomg'ir tagida hozir biz manzilni o'zgartiramiz. Ko'chadagi topchanimizga o'tamiz. Bu ichkarida ham topchan bor. Domning orqasida ko'chada topchan bor. O'sha topchanga o'tamiz hozir. Biz manzilni o'zgartirdik, chunki ana yomg'ir u yoqda sal o'tib ketdi. Shunga bu yoqqa katta bisetkaga o'tib oldik topchanga. Ana manzara oshpazlarimiz bilan hozir bir keyin Chelna upravleniya uyga kirgandan keyin oshpazlardan ham bir o'zlarini qanaqa maqtangan anulari bor, masalan, usullar bo'ladi, hammada to'g'ri. Masalan, shashlikchada ideyasi, o'zini maqtangan ideyasi bo'ladi. Shu ideyalarni bir so'raymiz, bir o'z sirlarini ham, masalan, ota-bobodan qolib ketgan sirlar bor, hech kimga berilmaydi. Hozir shuni yo'q, aytmaymiz dedim. Men keyin ayting, nima u? Bu hammaga tegishli-ku, hamma bilsin dedim. Uytib-bitib rozi qilib qo'ydik. $100 rozi bo'laman dedi. Shuni shashlikni qanaqa manirovka qilishlarini ham kerak bo'lsa bir anu qilsak pishirib ham ko'rsataman deyapti. Endi hozir bugunchalik baliqni sistemasida o'tiribmiz. Yomg'ir bo'lgan sababli sal tortildi. Aytib o'taylik do'stlar, bu oddiy pishish baliq emas. Bu ribaklar balig'i. Ribaklar mana yig'ilganda pishiriladigan, bu dengiz bo'yida pishiriladigan narsa. O'shaning uchun aynan ko'chada pishirishga qaror qildik. Bu yog'ini ko'rib tomosha qilib ketaverasizlar. Mana endi buni unlaymiz. Unlash uchun boyagidek endi oramizda hozir hammaga kim unlashni biladi desa, hamma yo'q, men bilmayman deydi. Baraka topdilar. Kecha 8-martda avvalambor hamma ayoq kishilarni, xotin-qizlar, onalar, buvalarni tabriklab qo'yamiz. Kechagi bayram bilan bugun ham bayram. Har bir 8-martda erkak kishi ayol kishiga pishirib berish kerak edi. Nega pishirmaganmisizlar? Pirashki. Bo'g'irsoqmi? Endi siz Zokir aka pishirgansiz. Kimga xizmatda bo'lyapsiz? Xonim deng. Mana ham yaqinroq oling, mana anisi. Mana o'sha manirovka bo'lgan. Boyagi manirovka bo'lish arasini men tushuntirdim. Tomoyimi qanday bo'lishini manirovkani. Boyagi zelin manirovkada zelin va keyin priprava va tuz. Tashlab shunda manirovka bo'ladi. Yomg'ir yog'gan uchun manzilni o'zgartirdik. Hozir bittasini biz unlab turib mana qo'yib qo'yamiz. Chunki nima
tutolmaymiz. Zokir aka ham maraqda baliq o'tiribdi. Aslida shuna baliqni oshiga tushiraman deb qo'ydilar. Bilmasam nega ko'ramiz ijoqda. Bosh masalasi yo'q. Hamma sirri turar ekanda. Kim nimani pishiryapti, nima qilyapti. Ochiq oydin. Ochiq oydin. Qaysi oydin dedi? Sotar ekanda bu ochiq oydin. Sizdan sotadi. Mana masalan, boyaga aytgan usulda men Huson boyam ancha masalan TikTokda ham yuradigan masalan shashliklar pishiradi, ko'rsatadi. Ko'p o'sha TikTokda ko'rsatmagan sirlaringiz borda sizning. Bor. Bor. O'shani endi ochmoqchisiz, yaqinda ochaman dedim. Men ichkarida o'tirib baliqni yeb, asta sinchiqlaymiz do'stlar. Bu asli $100 eng kam endi bizlarga shunaqa dedi, $1000 ota-bobodan qolgan hunarni pulga sotmaydi. Endi mayli deb turib aytib qo'ydilar, endi bitta o'tirishimiz qilib beramiz dedik. Ertamasdan o'sha usullarni ham bilib, qanday pishadi, nima qiladi bilgan yaxshi-da. O'shani oxirigacha kuzatsalaringiz, oxirida ovqat tugatganda o'sha sirni ochaman dedi. Hozir ko'p odamlar o'rgangan, oxirini kutinglar, kinoni oxirida aytyapti-ku. Bizga Bittani bor edi, u endi ishda hozir. bitta blogerimiz Jahongir tog'a degan o'tgan safar ham videoda tushdi. O'sha ishda ekan. Qanaqa ishdasiz? Bugun bayram dedi. Bayram ustiga bayram. Bugun smenaga Uxlayaptimi hali? yo'qlagan bo'lishi mumkin. Oxirga chiqib kelaman deganman. Yo, qizishi. Shunaqa qarorlar ham bo'ladi-ku, bilmasin dedi. Bizda bo'lgan ana ijodni oxirida chiqib kelish. Balki shunday kelaman deyapman. Do'stlar, mana shu o'nlaysiz endi bu joyini unchalik ham tushuntirish shart emas. Agar o'zlaringiz masalan bilmasangiz uyda Qizarish shunday u. qizarib shunda bu YouTube unlangani o'zi aslida nima sababdan bo'ladi? Boyagiday Yog'i shimmasligi. yog' ham unchalik emas, Sotirak. Yog' shimmaydi-yu. Birdan tashlaganingizda yog' borki kuydirib yuborishi mumkin. Ichi pishmaydi, usti kuyadi. Ko'rdingizmi, men ham bu $100 sirni sizga bildirib qo'ydim. Qachon berasiz endi? Shunaqa bo'lyapti. Qachon berasiz? Bundan $100 sirni hozir boy berib qo'ydim. Aslida bir ko'p odamlar gapni ochiq tushunmaydi. Yog'ini birdan tashlaganingizda qizgan yog'ga usti qizarib ketadi, usti qizaradi, ichi xom qoladi. O'shaning uchun hamma joyga sistema bir xil borsin degan fikrda oldin ota-bobolarimiz ribaklar, meni hozir aytishingiz mumkin, ribak qanaqa bizda ribaklar yo'qdi. Nimaga ribak yo'q? Sirdaryo bor. Qanaqa daryo bor edi? Amudaryo bor. Daryo bor. Mana shu yerda ribaklar ham Zaryadga qani? pishirgan-ku. Ha? Biz ham shu zaryadni chizib berdik deymiz. Uyda qoldik deb zaryad. Orqada qoladimi? Yo'q. Uyda qoldik zaryad. Mana bunaqa sistema. Buni turgan qolingizlar do'stlar. Shunday chiroyli bo'ladi. Steak deydi-ku. Shu tipakak baliqdan steak bo'ladi. Baliqning yana boshlarini ham mana qildim, bir qizlar masalan, ancha baliqning boshini yeyishni yoqtirmaydi ekan. Siz yeysizmi baliqning boshidan? Qanday? Yeymiz baliqni. Mana do'stlar, balig'imiz unlandi. 4 ta kallasi bu endi asnoviy. Zokir akamiz qozon tagini bosishga boshladi. Biz esdan chiqibdi aytib o'tishga. Voy. Bizga bunga zelin, limon va piyoz. Piyoz aynan archilishdan oldin shashlikka tayyorlanadiganday suvda turadi. O'sha narsani esdan chiqarmangizlar. Hozir mana yog'imiz ana bo'lsin, tayyor bo'lsin. Bu yoqni asli ko'rsatamiz. Bu baliq hozir boyagi ribak sistemada pishadi. Buni esa orqasidan Zokir akam pishiraman dedilar. Ko'ramiz bu yoqni. Biz bilan birga davom etaveringizlar do'stlar, bu yoqni ko'raveramiz. Mana TikTokerimiz kelolmayman degani o'zlari ham keldi. Mana o'zlarini ham mana sizda katta bunda oshlar, pashlar pishiradigan opaylardan. Opay. Katta stolovoy olib bo'lsa yeturlar. Katta stolovoy opaylardan, katta oshpazlardan bittasi.
Choras xonim o'zingiz ham aytingchi, nima buncha kech qoldingiz? Kelmay. Rozali, buyog'am rozali odam endi. O'shaning uchun uxlading? Yaxshi oshpozlar. Tiling ma'lum berib qo'yibdi deydi. Tak. Ha, Husanboy darshani qilyapti. Bu ana bo'ldi. Unlangan, anamiz tayyor turibdi, hammasi tayyor turibdi. Yog'ni qo'ydik ichiga. Endi hozir pichir degan joyi shu joyda bo'lyapti dedik-ku, mana hamma joy o'tmoqda. Tak, yog'ni tekshirish uchun ana so'q ko'ramiz. Piyoz. Chip dedi. Hali dema gittak bor ekan. Kallan tashlab provoka qildik. Shungacha buni mana baliqni boshini tashladik proverka uchun. Yog' qizganmi yo'qmi deb. Bitta bunday proverka qildik. Shu joyda paka birinchi ijodni boshlaymiz. Men atayni shuni tashladim, bu yog'ini sizlarga ko'rsatish. Mana bunday bo'ladi. Diyor. Evet. Piyazlar. Limon katta ekan, katta bo'lmasin dedik. Maylini qaytaylik. Mana bunday. Bu podgotovkasi, bu tagini podgotovkasi, chunki buni to'ni tagidan ham ana chiqib keladi. Tam chiqib keladi. Bu balığımız var yerde boşunu taşak ko'rdikda, yo'q qizganmi yo'qmi deb. Yaqinroqqa kelib, bu tomonga o'tmadim, endi tashlaymiz, bu yerni qaytarib olavam ko'raman. Evet. Kichkinalardan boshlaylik. Bismillah. Tushib ketmadimi? Yaxshi yoqsa, albatta kichkinalar. Yana ozgina qizib olish kerakmi deyman. Kichkinalarni qancha tashlayapsan-ku? Buni qoqvoring, ko'kemala bo'lmaydi. Qoqvoring. Bu ana shuni tushuntiray mana qarang. Boğazıma pişgandan keyin pishadi-ku, pishgandan keyin buni olib bu yoqqa pechsini, ustiga zeli, limon, piyoz va keyin bu ham pishganning ustiga solinaveradi, o'zining yog'lari, aralari to'kilib, piyozni, ta'mi, limonni ta'mi, zelin ta'mlari bilan ana milisi bo'ladi-ku. Oho. To'g'riladigan bo'ladi. Mana kichkina tashab qo'yganimiz yo'q, qizdim ekan deb qo'shib ko'rindi. Endi katta o'tinlar tashadigan ko'chadamiz hozir. Mana ko'chaga topchamda. Ko'cha topchani ham bitta oling, ha, qilib bizga bitta tomon bunday kelib ong, qanday manzara, yashillik, go'zal, ko'p bo'lib bu yerda sita muzikalar yonadi. Mahallamizda. Mana bu yerda uzoq ketyapti. Oling mana. Yozda qo'shnilar hamma shu yerda. Instagramchi mana Zokirjon nima edi? Familiyalar nima edi ham o'zi ham Instagramda mana tadmeti Tarazxon mana Tarazxon. Taraz bog'da TikTokdagi. Endi sal kech keldi. Taraz qanaqa? Taraz Gulam ha. Esdan chiqib ketdi. Aql qo'shnilarning yarmi yo'q deng. Ishda ular. Hali blogerlar yetishib qo'yadi. Ularning powerlar yo'q, ishda ular. Bularni ana TikTok'dan anasini ham rasmni boshdagi anoda rasm tayyorlashni qilib qo'yamiz sepasini. O'tdi. Mana bu bilasiz-ku, uzoq. Endi mana qarang. Mana shundan buyoqqa. Hozir mana bir payt yoqimda olib turib shu joyimizga ko'rsataymi, qolani ham shu tarqada bo'ladi. Ey. Qozonning yoniga yaqinlashib bo'lmayapti. Qozon Bu yoqdan qo'rqqan, po'rani
Nimadan qo'rqqan ayol deydi, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Og'riq bormi? Og'riq bormi ota? Ha. Yo'q, lagan kerak. Xonaga solasizmi? Mana bunday o'tsa, yaqindan ko'r. Mana bunday qilinadi do'stlar. Olinadi. Aql-saql. Mana piyoz jonatlari. Hozirda hamma usuliga bundayda tashlanib, shu ta'mi pastdan yuqoriga urish uchun onamda limonlar taxlanadi do'stlar. Bu pastdagi sloyga ko'proq limon taxlayotganimiz pastdan hid yuqoriga ko'tariladi. Ham gapirtiradi keyin. Ko'rib. Mana shu harakatni qolganlarni ham pishiramiz. Buyog'ini keyin hidini sezyapsiz pishgandan keyin qanday bo'lganini? Ha. Hid bo'ldi. Tak. Bo'ldi. Jahon. Bekor kelmayapsan, Jahon. Endi kimdir kraynak bo'lish kerak edi. Krishkani kimdir istilik krishkasi yopaylik dedi. Katta oshmasimiz. Jahon o'sha shashigim o'zi indamay ya. Bekor kelmayapti u. Taga o'tinni qo'lini tiqishdi maydalar bor-ku. Ya ozgina bor-u ha. Xoqing o'rnlarni. Siz bilasiz, so'zlar. Ozgina bor. Bor bu hali. Yo'q. Qozon chug'indi. Uch tariqa ham pishadi. Yamanchilarga bo'ldi, Jahon kam bo'libdi deydi. Aytganda Jahon deganimiz, Hop. siz bizni olyapsizmi? Yerga qaratib qo'yiladi. U o'tinni olaqdi o'tin. Jahon deganimiz, Jahongir tog'a TikToker bor-ku. U ham kelish kerak edi. Soqolni tashlagan hozir. Yo'q, soqolni tashlagan. To'ta kela olmadi. Bilmasam nima sabablarga ko'ra endi Xalq xizmatida u oshlarni tashiklanishi vaqti. G'ani to'g'ri o'zi. Yo'q, qanday hayronman. Hamma joy bugun 9-ga dam olish bo'lsa, u qayerda? Endi uyga shuna qadar chiqqanda endi ishga ketdim. Anaga ketganda endi qo'pol bo'lsa ham, voy eshitib qo'ymasin mayli. Aytib qo'ying, menga qaratib, kelib, biz qo'ygan videoni eshitmang. Joyini aytib qo'ydik lekin. Balki ikkinchisi yoniga ketgan dedi. 8da uydagilar, 9da ko'chadagilar shuni, to'g'rimi? Bilganingiz bilgan. O'shanga bilmasam endi yo endi yetib kelsa kerak balkim. Endi shu joyga mana bunaqa hidga. Qushlar ham to'xtab turib uchyapti, balki nima bo'layapti dedi. Ha. Naqa qarg'alarning ustini qarang. Lekin borki yomg'ir bu yili sel yomg'ir bo'ldi, ko'z tegmasin. Yanagi yilga emas, bu yilga o'zi sochin ana bo'ladi, hammada ekin sochin. Hamma narsa mo'li bo'ladi. Yomg'irning yog'ishini qarang, ovozni eshitayotgan bo'lsangiz-ku. Allohdan so'radingizmi? Albatta. Yo'q, yana bir tomoni bor. Mana juma namozida so'ragandan beri mana Alloh taolo hamma narsaga qodirdir. Ko'ryapsiz, to'xtamay o'shanday yomg'ir turdi. Даже boshqa mamlakatlarda ham yog'ayotgan ekan. Ular ham bizni duo qilgan odamlarga kattadan rahmat deyishyapti. Chunki mana qarang, hamma joyda sel yomg'ir. Chichiqlarga toshib ko'rdingiz, toshib kelyapti. To'g'ri suv. To'g'ri. Qopqonib kelib. Haqiqatda. Menga mana ijodga ketyapti. Zakir aka o'zi siz haraga faqat video olaverib, o'rganib qolib hisobmay, kimdir olsa pishiradi, siz mana qarang, uzoqdan, yaqindan ijodlarga kelyapsiz. Mana. Keldi bahor, shayami bu degan bir qo'shiq bor edi-yu. O'shanday bo'lyapti. Tak, mana terishni ham qilamiz. Normalmi? Bilinmayapti hozir. Hop, yerdagi. Voy. To'ni shu bo'layapti ya. Mana arasida do'stlar tangni bo'lsa ham sistema stop. Birini tangni biriga ursin, biriniki biriga ursin. Qo'ygandan keyin mana hozir ochgandan hidi urdi. Aslida hidi urdi bu yerda limonni hidi.
Zelinnikida. U baliqda ham bo'ladi. Bir xillari bilasizmi, mana nima aylanib, tandir kabob deydimi? Qashqadaryo tomondan qiladi. Tandir kabob. Tandir kabob, archa kabob bir narsa bor-ku. O'sha archa solinadi-yu. Archani hidi chiqib turadi-yu. Bunda hozir limon bilan Archaga dimlaydi. mana bitta blogerimiz ham nariga qarab ketyapti, chaqiramizni ham panjaraga ketyapti. Nariga. Hay, anonga ketyapti u. Yo, hozir Nonga. bizni ko'rgan, chunki biz kelayotgan non oldik. Chunki biz bozorlik qildik, non esdan chiqdi. Boyagi masala bor edi, borib turib, yog' esdan chiqdi degan. Non esdan chiqdi. Bu yoqqa aytdik, hozir kelayotganda buning ham non esdan chiqib ketgan. Bizni ko'rib qaytib ketdi. O'zlari bilib ketyapti nonga. Shunday ishga qaytib ketyapti. Do'stlar, og'iz ochar payti kelganing uchun biz hozir bu katta baliqni to'xtatib qo'ydik-da. Zokir akam hozir kichkina baliqni o'zlarining ustida, endi Zokir akam ham o'zi katta anolardan, oshpazlardan. Yana ularda Instagramda ham chiqarib turadi, mana baliq, shashlik. Kichkina baliqni akam men pishirmayman, kichkina baliqni. Men katta baliqni pishiraman degandan keyin og'iz ocharga men sirazi tashlab olaman degan uchun biz hozir vaqtinchalik to'xtatdik buni. Vaqtinchalik bir 10 minutlarga Zokir aka hozir kichkina baliqni tashlaydi-da, keyin bu yoqdan qilamiz. Bu yoqda hozir ko'chada ovuzni iftorlikni ochib olaylik-da. Hozir ana Chorasxon, Choras Gulim degan TikToker singlimiz ularni olib kelib nima edi? Esimdan chiqdi. Xurmo esimdan chiqib ketyapti, tilga kelmayapti. Kola hali kerak emas. Og'izni ochib olaylik deb bo'lsa, bu yog'ini ana qilamiz. Mana Zokir aka bir stakanlarni ham stakanlar ham bor. Xushoncha, mana stakanlarni bir joyga qo'ydik, mana sinmasin. Zokir aka ekstrani kichkina baliqlarni birdan tashlab olaman deyaptilar. Tashlab olsinlar-da bo'lmasa. Ekstrani kichkina baliqlarni tashlayaptilar aka. Shirda kirdik ichkariga. Akamning balig'i konkurensiya. Ikkita katta oshpaz konkurensiya. Qani ochingchi bitta. Qara. Voy, hidini qarang. Voy. Nima deyapti? Gapiryapti Husanboy. Mana. O, dumlanganni prema hidi chiqib ketdi. Choras xonim Gulimmidi ismi TikTokda. Shunaqa, lekin bitta blogerimiz kelolmadi. Mayli. Qara bitta kim ta'mini ko'radi, ta'mini ko'rgich qani bitta ko'ringizlar, boshlab beringizlar. Hidiga chidab bo'lmaydi bo'lmasa. Husanboy o'zingiz bir boshlab aniqing, endi katta albatta oshpozsiz. Qani? O, hidi prema bilinyapti. Endi sizdan bir keyin o'z inobatini anisini olamizda. Nima deyapti, qanday deyapti? Shuni ochdi. Titilib ketdi. Ana bo'lmasam o'sha qani? Nimalarni ta'mi bor jigarim? O. Gapirolmay qoldim desangiz, voy. Qani Choras Gulim oling siz ham bitta yeb ko'ringchi, bu ham TikTokdan Jahongir Tog'o degan TikToker kelmadi. Endi hozir bu yerda Instagramchi, YouTubechi o'tiribmiz. Zokir aka o'zingiz olingchi. Endi o'zi katta oshpazlarda Zokir akanikka kelib cho'kdik. Zokir akanikka kelib cho'kdik shu yerda. Baliqni proverkasi mana ikkita kalla, uchinchisi orqada. Endi kallani men o'zim yoqtirganim uchun aniq qildim. Men o'zimgami desam, Choras ham yoqtirar ekan. Men kallani nima deyapti bu? Bitta maqolni aytdi, men boya kulgim kelib ketdi. Nimaga biz deydi otamiz yoshligimizda rahim kelardi otamga, faqat baliqni kallasini o'zi yerdi, qolganini biz yerdik, to'ysin deb aytar. Hamma tam kallada ekan-ku deb aytdi-yapti-da. Kulgili masala. Qanday zo'rmi? Ashshini qanday ashshini? Yoqimli ishtaha do'stlar, bosa beringizlar. Hozir.